Xullas biz hozir Nigora opani uylariga ketayotgandik, yo'lda mashina ko'rdik, to'xtadik. Chunki bu mashinada Shahzoda Nigora opani va bolalarini olib parkka ketishyapti. Biz ko'ramiz. Hozir parkka ketishyapti-ku. Assalomu alaykum. Assalomu. Assalomu alaykum Milana jonim. Qalisan? Assalomu alaykum. Voy krasavchiklar, chiroyli bo'lib ketishibdi bular. Oho, necha kishi xatdan topdinglar? Yaxshisizlar. Milana xatga ketyapsizlar. Milana xursand. Jonim bola. Nima qildinglar Milana? Nimalar qildinglar? Ay, nimalar qildinglar? Ha? Xatga ketyapsizlar? Parkka. Parkkami? Ha, Tashkent City'ga ketyapmiz. Uyingiz ochiqmi? Ko'chib oldinglarmi? Biz hozir uyni Kachamayapsizlarmi? Zo'r, rahmat. Hozir uy buzasizlarmi? Ha. Yaxshi borib kelinglar. Ochkilarni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim, qattiq oldinglar. Zo'r, kiyimlar ham yarashdi. Milana kecha videoni ko'rgan ekan. Kiyim olamiz, parkka boramiz dedi. Mana salam. O'rtoqlarga boraman dedi ertalab turib olib. Ha, rahmat. Yaxshi aylanib kelinglar. Mayli, ko'rishamiz. Biz kechgacha yerda bo'lamiz. Charchamayman. Ana fikrlar, qisqacha fikrlar. Qanaqa taassurot bo'ldi hozir bularni ko'rganingizda? Zo'r, mana mazax ketishyapti. Kiyimlar olishibdi. Yo'lar, achkilar yarashgan. Milana xursand, o'rtoqlarini topib oldi. Bular parkka ketishdi, biz esa Nigora opani uylariga ketyapmiz, chunki hozir rejalashtiramiz va demontaj ishlarini boshlaymiz. Bas sizlarga yana protsesslarni hammasini ko'rsatib boraman. Hasharga kelisharmikin chaqirsak? Kelasizlarmi? Hasharga chaqirsangiz sizlarni? Kerak. Nima deb o'ylaysiz? Ha, o'ylayman 100% ishonchim komil kelishadi. Kelishadi mana shu. Chunki biz sizlardan hech qanaqa finansiy tarafdan yordam so'ramayapmiz. Shunchaki Yaqin shaharga yaqin bo'lgan odamlardan uzoqda bo'lsa shart emas.